Assalomu alaykum, ben Bozor.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW E34, narxi $6,900. Juda ham ideal holatdagi BMW E34 mashinamiz. Ma'lumotlari 89-yil. 54 motor, 3 litrli. Hop, сложный balka, blok reduktor, задний ведущий mashinamiz, широкий morda. Rangi to'q mokriy. Ko'rishingiz mumkin. Nimaga bunda narxi arzon deyishingiz mumkin? Akam ozgina pul zarur bo'lib qopti. O'zimizning yaqinlarning mashinasi 18 razin Cherokee 37-stil, yangi balonlari bilan turibdi. Выхлоп sistema nimaga qilish kerak bo'lsa, hamma ishi qilib qo'yilgan. Yaqinda bu mashinaga Qozog'istondan sizeni olib keltirganlar, juda ham приятный bo'lgan. Qaranglar, hamma salonni. 89-yil mashinani salonini. Hidlari вообще nok hidi kelyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Klimat kontrol, konditsionerlari. Ikkita mayda-chuyda ishlari bor. Uni bemalol egalariga telefon qilib so'rab olsanglar bo'ladi. Mana o'rtoqlar. Polpingga zavat bo'ladi. Juda ham zo'r holatdagi. Hop. Labo'yda ozgina treshchinasi bor ekan. Iloji boricha alishtirib olsanglar. Shularga nimaki zapchasi kerak bo'lsa, liboy BMWni qanaqa zapchasi kerak bo'lsa, bemalol o'zimga yozishingiz mumkin. Liboy zapchasini hal qilib beraman. Juda ham zo'r narxda $6,900 ga BMW E34 mashinasi bosinglar.